raqs bilan chiqishni o'rgataman. Shunaqasi ham chiqqanmi? Ko'rmadingizmi hali Instagramda trend bo'lib ketdi, qo'shtirmasini ko'rsatib beraman. Siz kakota mana shu yerda kelin salom aytib turgan bo'lasiz, mana kuyov chiqib kelyapti maytdan, ketdi. Yigitlarni sardori, kelin qizni xaridori. Salom salom, kelin salom, kuyov yigitga salom. Birorta qizga qaramasdan Bo'ldi. Meni raqqosaga beradigan qizim yo'q, tushundingizmi? Siz ular raqqosada ustidan kulmay o'zi bir raqqosalik qilganlarida esingizdan chiqib qoldimi to'yda, mana. Qarang. Videoni qaydan oldingiz? Organizatorlar tashlab berishdi. Bo'pti, qizimni beraman. Faqat video chiqadi, tarqab ketmasin, xo'pmi? Berasiz-a? Jimmy, ketdik sensiz so'y qizimayapti. Ya tavba. Kuyoving raqqos bo'lsa, dardingni kimga aytasan? Qana o'ynadi? O'lib ket, o'liblar ketgan bitib yurmay, maylimi? Ha, sen yana o'lgan murdashov.